Aslanboy Team versus Danger Esports. Bizda birinchi raund, bizda pistoletka, Mirage kartasi, hujumda Aslanboy, himoyada Senator komandasi va tezkor B'ga chiqish bo'ladi. Senator birinchi kontakt informatsiya beryapti teammate'lariga yonida turibdi. Green shunchaki sakrab chiqmoqda. Bitta minus Senator bor, Baburel razmeda Edmund ham qo'shilmoqda. Bitta minus undan bor. Edmund double kill qilishga ulgurdi. 2 ga 4 vaziyat. Ko'pchilikda hozir Danger Esports yana bitta minus bor va Shady nuqta qo'ymoqda bu raundda. 1-0 Danger Esports oldinga chiqib olmoqda. Yaxshi gap yo'q, yaxshi o'ynashdi, yomon emas. 1-0 hisob. O'tganimizdek. No, mana hozir ko'ramiz endi. Hozir ikkinchi raundmi bo'lishini, ya'ni Eco round Aslanboy Teamni, ya'ni 4 yo'q, 3 ta Deagle, bitta P250 va Tek 9. Dabermanda Tek 9 ekan. Daberman? Ha? O'tda esa hozir Evil kill topdi. Rasmiyan Sardor Gang. Sardor Gang. 4 ga 4 vaziyat. Yana bitta headshot Grinchdan bor. Jahlma qildi hozir jahl. Jahl o'ynashni o'rgan. Jahl o'ynashganda mayli qolib Shady bitta kill yoki ismimida 3 ga 2 vaziyat. Senator va Edmund. Senator bitta minus bor, 2 ga 2 vaziyat yaratib bermoqda komandasiga. Deagle'lar yaxshi ishlayapti. No, не только Deagle'lar, pistoletlar. Grinch va Doberman qoldi. Grinch. Edmund yoningda turibdi. İşte bitta minus bor, yomon emas. 1 ga 1 vaziyat. Senator Grinchga qarshi. Tak, Parmyoka против Deagle'a. Kim kuchliroq? Mayli endi ko'ramiz kim g'olib bo'lishini. Grinch kimida? Ha, Rojdestvoni o'g'irlagan personaj. Esladim. Yoshligingizda multikam Bu ko'ryapsiz? safar endi o'g'irlaydimi raundni Senatordan yoki Senator? Lekin Senator ham o'qiyapti-da, shunisi bor. Senator qarang, mana ketdi mind game. Senator yoki Grinch? Senator o'qidi. Grinch. Senator. Va tushganda lekin Senator ishladi. Yana ozgina kutish kerak edi. Grinch. Nickname'ni davomini o'qidingizmi? Grinchda? Uni efirda eshitish mumkin emas. Ha, bo'ldi, o'qidingiz-da, xuddi shu ishni qildi hozir. Men o'rnida bo'lganimda, mana shu 6 sekund qolishigacha kutardim-da, keyin sakrab tushardim. Hop. Nimadir aytmoqchi edim, izimdan chiqib qoldi. Nimadir aytmoqchi edingizmi? Mayli, lekin Eco round. Esladim. Pistoletlar yaxshi ishladi demoqchi edim. Va yana bitta narsani esladim. Что muxlislar ko'rib turgan streamlarni shunday QR kodni ko'rdiring. Shunday telefonda olasizlar, skan qilasizlar, saytga o'tasizlar va o'sha yerga promokod degan joyga Game Point degan yozuvni kiritasizlarda va bepul bitta keys yutib olasizlar. Hop, bizda birinchi bay raund. Juda muhim ikkala komanda uchun ham. Особенно Aslanboy Team uchun o'ziga уверенность yig'ib olishi kerak baribir. Ikkita raund yutqazdi. Shady bitta minus bor, lekin Grinch razmenda 4 ga 4 vaziyat raund davom etmoqda. Mid hozircha Aslanboy komandasini kontrolida bo'lib turibdi. Baburel yaxshi agression ijrosida, lekin sal qoldi minus berishiga. Senator 3 qoldi. Senatordan hatto ko'pchilik bor endi Aslanboy komandasida. Baburel dalsh agressiya qilmoqda, lekin Edmund razmenda juda tez yugurib bordi va teammate'lari endi kelmoqda. B'ga chiqish boshlandi. Edmund solapornik hozircha, lekin teammate keldi. Jaha ham uzoqda emas, smok ichida Edmund yashayapti. U haqida informatsiya bor, nimagadir hech kim smok kontrol qilmayapti. Jaha hali ham yashayapti. Edmund chiqdi. Edmund bitta minus bor, ikkinchisi ham ishdi, ikkinchi minus ham berishga ulgurib o'qi tugab qoldi. Sardor Gang va Grinch bittadan minus. Evil Grinchda bormoqda, 1 ga 1 vaziyat. Sardor Gang qoldi. Hozir HP-si juda kam, 15 HP va Evil kuchliroq bo'lib chiqmoqda. 3-0. Yaxshi. Birinchi bayni yuta olmadi. Aslanboy Team jamoasi. Danger Sports 3 ta raund ketma-ket yutishmoqda. Hozir endi nima bo'lar ekan? Loss bonus yaxshi. Ya'ni 2900 loss bonus bor. Force qilsa ham bo'ladi menimcha. Dakabay deylik. Kimdan pul qoldira olish kerak va Grinch full buy, Hero key. full buy. Hero key emas, Galivan bor. Dakansa buy. Faqat Doberman keyingi raundga pul qoldirmoqda. Aslanboy ham azgina men qolib ketsin dedi-da, Jahadan open frag bor. Jaha birinchi kill topadi jamoasiga. Xo'p, Grinch Kalash bilan nimadir ko'rsatamizga? Nimadir bizga ko'rsatadimi yo'qmi? Yana bitta shu savol bering-da. Grinch bizga nimadir hozir ko'rsatadimi yo'qmi? Baburella. Baqirish shart emas, mayli. Qarang, chiroyli chiqibdi o'zi. Rostdan. Qanaqa chiqqan shunaqa? Bilmayman. Smok deyib qo'ygancha kimdir baxtli bo'lsin dedi lekin. Balkim, lekin bu yerda Baburella Senatorni baxtsiz qilib qo'ydi. Shortga smok, Baburella
shortda kim turibdi bizda? Shortdagi o'yinchi bu Shady. Bitta minus bor, turga 3 vaziyat, yana ko'pchilik Dangerous Sports Shady tirik qolish kerak, o'lmaslik kerak. Mana o'sha zamana turga 2 statistika zo'r o'ynamoqda. Edmund ham qo'shilyapti bu fightga. Bitta minus bor o'yin ijrosida. 3 ga 2, HP kam, lekin Shady bilan Edmund yaxshi minus. Grinchda Aslanboy bu jahannam bo'lib ketdi. 2. Aslanboy. Deagle-da, qo'lida Deagle, shunisi problema bo'lishi mumkin. Qo'rqqanlik hozir imkon oladi qo'liga. MK turibdi shortda, Edwardga. Grinch tushdi bu plantga. Grinch. Ochgan fake berish kerak hozir. Uy, timinglar bitta minusi bor Evilda. Hozir ikkinchisi ham manimcha amalga oshirsa kerak. 0-0. Edmund. Aslanboylar hozir mana yana bitta zakup qilishadi. Dobermanda AWP, qolganlari luz bonusning hisobiga qarinbaydi. Yomon emas, faqat granatlar ekan, bro. Navbat mana hozir birinchi kill jahidan. Baburalo yaxshi kill topdi, lekin shortdagi o'yinchini o'ldirish kerak edi. Shady. Baburalo chiroyli minus topdi, to'g'ri, lekin vazi baribir chiroyliroq. Aslanboy qarang, jahan chiroyli o'ldirib ketdi ekan. Chiroyli headshot, yaxshi tutib olibdi. Biz. Edmund Dangerous Sportsda AWP ekan. Daberman yo'q, hech kim ko'rmadi. Daberman o'yini kelishmayapti. Nimagadir Shady, mana sizga birinchi kill kerakmidi, mana sizga ikkinchi kill kerakmidi, Kiyoshi? Mangami? Yo'q, komandasiga ha. No, zameni Zamena hozir plusda. vaqtda. Kuchli katta plusda. Hozircha. Hop, Aslanboy sandvichga chiqib oldi. Teammate'larni kutyapti. Teammate'lari shoshilmasdan sekin mana yetib kelishdi. Va boshlanyapti bizda asaytga chiqish. Ada faqatgina hozircha bitta aporning, lekin short bilan jungle da bitta o'yinchi ham bor. Tezda перетяжка bo'ladi. Grantalar bo'ladimi? Hijmonson xalpaga bitta smok kerak, lekin hech qanaqa grantasi yo'q. Chiqish bo'ladi, kontakt bo'ladi. Edmund hozir Avik bilan manimcha yopib olish kerak hammani. Bitta minus jahadan bor va teammate'lar yordamga keladimi yo'qmi? Hali ham Aslanboy razmenda bor. Tak 2 ga 3 vaziyat. Aslanboy yana bitta minus double kill oshirmoqda. Tak Jaha va Senator qoldi unga qarshi. Aslanboy va Sardor Gang. Sardor уже tark etdi bu raund. Aslanboy 3 minus ham topadimi yo'qmi? Johnny Nishti yana bitta minus Aslanboydan. Senator versus Aslanboy juda такой важный duel ikkala komanda uchun ham. Senator ko'rib turibdi qattaligini Aslanboyda HPsi juda kam va Senator bu safar kuchliroq bo'lib chiqdi. O'zini vizavisidan 5-0 idealniy start Dangerous Sportsdan. Xuddi shunday gapingizga qo'shilaman va muhim duelda Senator g'olib bo'lib chiqdi va hisob 5-0. Aslanboy tim uyg'onish kerak. Kat, Aslan muxlislari qani sizlar? Yordam beringlar unga. Hozirgi raund Aslanboy tim uchun birinchisi bo'ladi. Sizlar qoling. Patslash keraklar. Chat o'zini hayoti bor. Urush ketdi o'zi. Ha, Nomerlar tashlash kerak ekan. default. No, mayli, ko'ramiz. 3 ta Kalash, bitta Galil va bitta Makten Aslanboy timda. Dangerous Sportsda esa Zo'rbay. Bitta qarang agressiyani konnektorga уже kirishga ulgurdi Sardor Gang. Teammate'laridan yordam kutish kerak edi, lekin shoshilib qoldi. Evildan bitta minus, lekin Grinch razmenda Shayzini olib ketdi. U yana bitta minus Aslanboydan bor. Aslanboy mana o'ynashni boshlamoqda. Aslanboy ikkinchini olib ketishga yaqinda, lekin Evil o'z vaziyatda 3 ga 3 qildi. O'ynash kerak Doberman birinchi minus bilan tabriklaymiz va nihoyat pochini ochildi. Edmund va Senator ikkalasi qoldi hozir 3 kishiga qarshi. Doberman prosta yashash kerak, pik qilmaslik kerak. Senator va Buraldan olib ketmoqda. 2-2 vaziyat yaratib berdi komandasi uchun. Bo'ldi, shoshilmasdan o'ynash kerak. Senator adashmoqda. Doberman yana bitta minus bor. Edmund oxirgi o'yinchi 2 ga 1 clutch reaksiyasiga yetishmadi bu vaziyatda. Qochishga ulguradimi? Qochishga ulgurdi Doberman qanaqa qilib tushunmadim, lekin Grinch qo'shilish kerak teammate'ga, pachka qatta yotibdi konnektorda. Hech qanaqa grantalar yo'qmi? Yo'q, grantalar bor. Flashka bilan bitta hayashka. Hozir lekin pochini ochilishi mumkin Aslanboy tim jamoasi uchun. Lekin birga o'ynash kerak. Bitta chiqmash kerak. Pachka esa B'ga qarab ketdi. Timinglarni qarang. Pachka B'ga va hozir Doberman sekin jangovga o'tyapti. Hamma timinglar Aslanboy komandasi uchun bo'lmoqda hozir. Faqatgina bitta minus bersa, qoldi adashyapti Doberman, nima bu? Lekin qarang, Edmund hali tushungani yo'q. Bo'yligini mana endi tushunadi. Grinch. Birga bir vaziyat. Grinchning joni juda ham kam. Informatsiya bormi low HP'ligiga? Lekin pozitsiyani menimcha MK oldi qo'liga. pozitsiyada adashdi menimcha Grinch hozir, lekin soniyalardan so'ng aniqini bilib olamiz. Edmund shoshilmayapti. Umuman sekin kelmoqda. Mana qoldi ham ichida Diffuse yo'q. Diffuse yo'qmi? 20 sekunddan keyin vaqt qoldi. Grinch force'da до конца o'tirdi. Bo'ldi, bildi Edmund qattalikda Grinch. Oy, Grinch gap yo'q. Agar hozir diffuse ketdi bo'lganda balkim boshqa bo'lishi mumkin edi raund, lekin Grinch olib chiqib ketdi. Kerakli raund. Strikni buzishdi. Men nima dedim raundni boshida? Zo'rsiz. Bilmayman degansiz, lekin mayli zo'rsiz. Qanday?
Bu birinchi raund Aslanboy ola hozir. Aytdingizmi? Esimda yo'q. Bitta beryapsan, Yarim Farhod? uxlamaganman. Uxlamaganman. Yana bittasini kirsang ismi deyman a. Bittasidan kerak yana. Arası diyorum ben şu an. Javob berishga keling, sinov bitta menga. Mayli. Beshi bor. Shoshma, pavuz push. Aslanboy tim sekin. Bitta chiqdi menimcha. Bitta chiqdi. Shoshilma, shoshilma. Chat portlab Küt, ketdi. küt, prosta kütme işte. Küt, çıkma, pekma. Bir buçuk kıldı. Okey. Это Бейгрок, пацаны, стакан, это Бейгрок. Это Бейгрок, стакан. Back clear, back. Ha, men tushunmayapman, bizda replay. Bizda raund davom etmoqda. Mana hozir уже qarang bir pasda. Atashib qoldim. 3 ga 4 vaziyatda hozircha Aslanboy tim kamchilikda. 3 ta kalash lekin qo'lda bor. Daberman. Nahotki bu 6-raund. Dangerous pozitsiyon Shoshilishga hali erta. Lekin yaxshi turishibdi. Sheydi kurdi opponentini, lekin farmilka bo'ladi, o'shaning uchun pikmaslik kerak, shunday joyda o'tiraverish kerak. Evil konnektorni kontrol qilmoqda, lekin hech kim urgani yo'q. Yaxshi minus Sheydidan, lekin Jaxa qo'shildi. Minus bo'lib ketdi. 3 ga 2 vaziyat Baborello 3 minusda berdi. Yana bitta minus Evildan va Evil soldi. O'ylanmasdan 6-raund. Va hisob 6-1. Yaxshi, yomon emas. Danger Esports uchun, lekin Aslanboy tim uyg'onish kerak. Juda ham yomon, juda ham og'ir holat. Bunaqa vaqtda striktni qo'yarmash kerak. Endi bilasizmi, Danger Esports hozir kurashdi, kurash. Raundlarni bitta olmoqda. Edmund yaxshi sakraydi. Voy, borib o'rganish kerak bitta, o'rgating deb. Bizda esa 8-raund ham boshlandi. Chiqishga ulgurdi Aslanboy komandasi. Yana o'sha tezkor temp bilan o'ynashga qaror qabul qilishdi. Baborelloda bitta Galiyev, qolganlarda pistoletlar, bitta minus Edmunddan, bitta Sheydidan. Baborello razmenda, Sheydi adashmoqda, lekin Jaxa qo'shildi. Bu paytda yana bitta minus bor. Jaxa double kill. Doberman 1-3 qilash. Digl bilan nima qilish qiyin, lekin B planga chiqib hozir kill topsa, pachga qo'ysa уже yaxshi. No, bu yerda senator turibdi. Senator. Mayli, yoniga Jaxa ham kelyapti. O'xshayapti qattiq. Nu, Danger Esports hozir bitta zo'r insight aytaman sizga. Raund oxirida eslayman, menga iltimos. Degandan keyin bu yerda senator o'ldirib mana hozir. 7-1. Senator intervyu berdi. Abusherni jazolayman deganini gap qildilar. Senator bu safar. Nu, ko'ramiz kim jazolaydi endi. Nima deb o'ylaysiz? Jazolaydimi yo'qmi? Endi bilmadim, hali Sen ko'ngildan ayting. ko'rishadimi yo'qmi bilib bo'lmaydi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu Instacase, bu Land Kiyoshi. Bitta o'yinchining o'yini kelib qolsa, bu best of 1 o'yinlar. Gapingizda jon bor. Lekin bu ekrandagi yorqatib ham jon bor. Shuning uchun ularni buni skan qilish kerak, lekin saytga o'tish kerak, gamepoint promokodini kiritish kerak, Beeple Case ochish kerak. Bo'ldi, tushundim. Bu yerda esa qarang, Aslanboy Hayeshga uchib keldi. Yaxshigina Hayeshga. Shady Baborello oldirib ketdi. Nimagadir o'ynolmayapti. Aslanboy tim jamoasi chiqa olmayapti, qarang. Evil. Ko'rdi, informatsiya berdi. To'g'ri qaror qabul qildi, hech qanday qilmayapti, bo'ldi. Bilyapti, что u haqida informatsiya bor. O'shaning uchun joyda o'tiraverish kerak, teammatelarni kutish kerak. Teammatelar keldi, mana Evil o'ynashni boshladi, mana Evil double kill, mana Evil triple kill bo'lmaydi. Grinch razmenda, Grinch ответный double kill bo'ladimi, yo'qmi? Grinch. Mayli. Doberman bitta minus berishga ulgurdi. Doberman AWP bilan bitta o'zi 3 o'yinchiga qarshi 8-raundni hidi kelyapti lekin. Pasyapti o'sha 8. Bunaqa qiyin. Doberman yo'q. Edmund o'ldirib ketdi. 8-1. Agar kalash olganida hozir men ishonardim. Yo, Aslanboy tim qani? Uyg'onish kerak bular. Men tanimayman bularni. Chiqib uyg'otib kelasizmi? Chiqib kelaymi Kiyoshi? Bitta chiqasizda, bunday eshikni ochasizda, so'kib haydab yuborishasiz. Yo'q. 100%. Aslan o'zi so'kib haydab yuboradi. Lekin muxlislar bor. Muxlislar turibdi. Va boshlandi bizda 9-raund emas, 10-raund ham. Masmoklar bu. Ikkitoniga tushdimi? Ha, o'yna under. Underga smoke. Nima? Mayli, balki menga metodi bu yerda Doberman Grinchni topishdi. Mana sizga yangi metan kuchi. Evil razmenda. Grinch Evilni olib ketdi. To'g'ri vaziyat. Senator bilan Sheydi qolishdi. Senator joni yo'q. Safe. 1% jon bilan retake qilish endi Bitta shuncha xato yo'q. bilmadim. Short adashmasam boshqa variant yo'q. Kallik kelmayapti. Chunki short tarafdan kelib turadi-da. Ну да, mid agressiya bo'ldi, ko'rdik. 802. Va qarang, agar Aslan komandasi yana ikkita raund oladigan bo'lsa, ya'ni 804 hisob bilan tugatadigan bo'lsa,
ikkinchi yarmda juda oson bo'ladi. Anchagina osonroq bo'ladi To'g'ri. comeback qilishga, lekin 9-3 yoki 10-2 ancha qiynab qo'yadi. To'g'ri, Kiyoshi. To'g'ri gap aytdingiz. Danger Sport jamoasi buni tushunib o'tiribdi. Minusda oqtarishga harakat qilishmoqda, topa olmadi, prosta vaqt yetmadi. Aslanboy komandasida o'sha oxirgi exit fraglarni topishga. Maburodan qarang, fokusda. Full fokusdan o'tiribdi. Boshqa varianti ham yo'q, yutqazyapti 802. Yetishmayapti bu fokusga. Bitirish kerak bu fokusni. Mayli, ko'ramiz endi nima bo'lishini. 11-raund, bittagina raund qoldi xolos birinchi yarim tugashiga. Wow! Wow! Mana smoke sizga Bite Smoke, Shady bitta kill, Baburello razmen. Lekin Evildan ham kill bo'ldi, bu yerda Shady yana bitta. Va To'kir oxirgi tushdi. Grinch ham Mayli. idealniy zajam. Bo'p turadi. Ye, Brand bu ruhiy singan menimcha. Ruhiy singan. Hali vaqtli ruhiysini. Uyushmoqchi. Yo'q, Grinch. To'xtang. Yutishga endi vaziyat bor. 1:20 vaqting bor. Grinch faqatgina bitta headshot kerak senga bu raundni yutishga. Shunaqa Senator qattiq o'ynashni biladi. O'shaning uchun kutyapti, qarang pochta. Pochta kutdi, hech kimni ko'rmadi. Sekin levым плечом, не левым плечом. Chap qo'li bilan chiqyapti. Grinch shunaqa raund yutgan. Esda bo'lsa B'da pastga qo'yganida joni kamida yutdi. Sekundlarga men ishondim Grinch bu raundda yutishiga. Yutish kerak edi o'zi bunaqa kurajda. Lekin shu chap qo'li bilan chiqqani uchun afsuski minus Chap bor. yelkasi bilan chiqdi, afsuski. Xo'p. Smok tushadimi? O'tgan raundda shu smokda deb yutqazdilar. Va shu raundda yana smok tushmayapti. Ayla, muhimi Star Smoke bor, Kiyoshi. Star Smoke asabiylashmang, tinchlanning. Ya, belashgam yo'q, prosta tushuntiryapman-da. Hamma informatsiya borda o'sha. Danger Sports ishda mitmas. Lineyga qilib yuborishadi. Evil o'sha bitta minus topdi. Aslanboydan minus qildi. To'rga 5 vaziyat, kamchilikda Aslanboy. Va ular B tarafga ketmoqda. B'da esa ikkita porning turibdi. Senator, qani vaqt keldi, Senator. Hammani ko'rib oldilar, assalom deb qo'ydilar hammaga, flashga berdilar, flashga yaxshigina tushdi. Senator triple va bu yerda Shady double kill. Shady Kerak bo'ladimi? Baburello. Baburello joyida. Lekin bu yerda Edmund ham vaqtida keldi. Oxirgi o'yinchi bu Sardor Gang. Bitta o'zi 3 ta o'yinchiga qarshi Sardor Gang nima qilar ekan? Bu yerda Jaha nimadir qilishga qo'ymaydi. 10-raundda o'z hisobiga yozib qo'yadi. Ruschada aytganda totalniy уничтожение. Afsuski, men o'ylaganim shu yaqin o'yin bo'ladi, Aslan Team Shuncha kutdik, shuncha tayyorlandik. Ruhan. chatda nima gapgan chat? To'palang janjal, kommentatorlar nomerini tashlab deb yozadi hozir. Hop. Va nihoyat Bizga yozibdilar. Aziz Rahimov, sizlar Vodiy Pitaga shogirdlikka tushinglar, sharhlashib o'rgatadi deb qo'yibdilar. Bo'ldi, albatta. Mana shu Instagramdan ketishamiz. Katta rahmat sizga, akajon. shu chatda o'tirishdan tashqari nimadir qilishni bilsangiz katta degan. 2300 odam Tarafni almashtirib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Aslanboy komandasi hozir yutqazyapti, uning yutgani yo'q. Bilasiz, Baburello va egoist. Baburello o'zini o'z mahoratini ko'rsatish kerak. Baburello yoqilsa hamma qiynalib qoladi. To'ppa-to'g'ri gap. Yoqilish hozir bo'lish kerak mana shu pistoletda. Chiqib 3 ta kill berish kerak. Evil bu yerda mainda turibdi, yaqin. Muhim pozitsiya, juda muhim pozitsiya Evilda hozir. Buni qarang, hech kim mana Grinch qarab o'tiribdi. Baburello. Uy, qatdan paydo bo'lib qoldi bu. Baburello bu yerda Grinch va kill berdi. Jaha double kill Baburello 1-1. Ko'rda informatsiya bor. Baburello важный rauнд. Yutish kerak, muhim raund Baburello. Mana, aytgan mana. Oy. Aytganimizdek. Egoist. Xavachi o'ynayaptimi Instacastda? Yo'q, afsuski yo'q. Xavachiga hali bor Instacast o'riniga. Ya, tushungan o'zi Tushundim. Xavani o'zi xafa bo'lmaydi bu gapga, chunki u ham tushunadi. Bu yerda analitikam kulib bordi shu gapni eshitib. Hop. Bizda Danger Sports 3 ta raund bilan yutqazyapti hali ham. Tarafni almashtirib qo'yinglar, iltimos. Aslanboy Team yutqazyapti 3 o'yiniga. Rahmat.
Hamma narsa o'ziga keldi. Hop. Himoyada Yaxshibay Danger Sports esa force qilishga qaror qabul qildi. 2 ta Galio plus 3 ta Farmilka. Qiziq raund qarang Danger Sportsdan. Shunday A'ga chiqishmoqchi. 1+4. Ko'ramiz, o'sha kam. Bu yerda qarang. Sardor Gang turibdi. Kutu Farmilka bilan pozitsiya jazo'r emas. Bitta kill maksimum deb o'ylayman. Chunki Palasdan o'tirish kerak-da, shunday palasni qaror olish kerak. Menimcha. Boshqa variant yo'q. Ko'ramiz. Hop, bu yerda Green jazm berdi. Sardor Gang qolish. Sardor Gang qochish kerak. Bu yerda yo'q. Edmund uni olib ketdi. Vaziyat 4-5. Upland ochiq. Retake bo'ladimi-ki yo'qmi? Где-то 10 sekund ichida minus bermasa, Aslanboy komandasi safe'ga ketarish kerak. Boshqa Ko'ramiz. variant yo'q. Ketadi o'yinchi bor. Retake bo'ladi. Bo'ladi retake, lekin qarang, Sheydi juda ham yaqin turibdi. Baburello. Yaxshi Minsun ijrosida to'rga to'g'ri vaziyat yaratib berdi komandasi uchun, lekin timer 25 sekund qoldi, xolos tezroq o'ynash kerak. Smoklar tugashni kutyapti. Oxirigacha Aslanboy komandasi senator haqida informatsiya bor. Juda ko'p o'qotdi u smokni ichiga va mana retake ham boshlanmoqda. Grinch va teammate o'ynashni boshladi. Grinch bitta minus bor, Jaxa Aslanboyni olib ketmoqda. Va saytning ichidan Grinch va Baburello. Grinch triple kill retake'da Jaxani o'zi qolmoqda. Smokning ichiga defuse dakansa bo'lmoqda. Grinch yana bitta minus. Idealniy retake. Ajoyib Bundan retake. zo'ri yo'q. Bundan zo'r retake yo'q. Bugungi kunda eng zo'r retake nominatsiyasini beringlar mana shunga. Aha, mana shunaqa nominatsiya berib qo'ydingiz. Nu qarang, yaxshigina o'ynashdi, lekin baribir hozir pul bo'ladi. Pul bo'ladi Danger Sportsda. Lekin bay ja yaxshi bo'lmaydi. Nu los bonus yaxshi, o'ziga yarasha. 3600 bo'lsa ham kam bo'ladi baribir. Hali granatadan voz kechish kerak bo'ladi. Hozir aniqni bilib olamiz. Lekin hozir yaxshi kirishdi. Yaxshi kirishdi hozir. Ha, yaxshi kirishdi va solo opornika Farmilkasi bilan sayt ichida turibdi. Bitta qarang, Aslanboy qabul qilish. Ekran Aslanboy birinchi kill, ikkinchi kill bo'lmadi, lekin bu Jaxa bilan nima? Zigl bilan shoshmang, Grinch. Grinch 3. Shoshgan. Grinch yaxshi o'yinchi. Bilamiz, bu PS'da juda yaxshi o'ynaydi. Shotem bu narsani isbotlab turibdi. Baburello yetishmayapti bizga, Baburello. 12 ga 11 yarashmaydi unga. To'g'ri. Egoistga yarashmaydi bunaqa narsalar. Senator Edmund va Evil. Qo'rqib ketdim, nima yotmayapti deb. Teammate'lar. Sardor Gang qo'lida Farmilka. O'sha Farmilka bilan yaqinroq pozitsiyani egallagan Sardor Gang. Iltimos. Sardor aka, Defaultda turish shart emas Farmilka bilan. O'sha mumkin emas, noto'g'ri. Senator hozir qarang, Baburelloni ushlab olishi mumkin ekan. Agar yaqinroqdan sakrasa, eshitdi. Baburello sakraydi boshqa. Senator Baxtli smoklar qo'ydi Baburello deb o'ylayman. Molik to'xtatib turadi opponentlarni. Teammate kelishga ulgurdi Baburelloni, kim yonida turibdi? Bu Grinch. Yaxshi duo. Sardor Gang kelishga shoshilmayapti. Farmilka bilan KTda turibdi. Va birga chiqish boshlandi. Baburello qo'liga ham imkoni ol. Bitta minus bor o'yin ijrosida. Edmund bilan qoldi? Evil qoldi. Ha, Baburello Edmund Grinch top ketyapti. 2-2 vaziyat yaratildi. Baburello yana bitta minus bor. Baburello triple kill. Baburello solo B saytda qabul qilib oldi. Voy, emotsiyalaringizdan qo'ymasin. mana shu Baburello kerak edi bizga. Mana shu Baburello kerak edi va uyg'ondi. Kecha emas, hali ham comeback qilsa bo'ladi. Danger Sports. Mana shu o'yinchiga fokus bersangiz kerak. Isagin O'zbekiston kopiyasida bu. Tushungan. Tushungan, to'ppa-to'g'ri. Hop, 5 ga 10 raundlar hisobi. Lekin Aslanboy yaqinlashyapti. Bu raund yutadigan bo'lsa, kengesiga pul bo'lmaydi yana. Danger Sportsda qanaqadir chalabay bo'ladi baribir ham. Shuning uchun Aslanboy komandasi uchun juda muhim raund. Danger Sports uchun ham muhim. Edmund hozir Baburelloni minus qilishi mumkin edi, lekin faqat Baburello tirik qoldi. Uni baxtiga. Ko'ramiz hozir nima bo'lishini. Sheyzi Molotov shortga. Razvey Grinchdan Grinch yo'q. Idealni Razvey ham tushmadi. Baburello sekin B-upsni push qilib informatsiya beryaptilar. Aslam qayerda? Aslam ko'rsatilib bizga. Aslanboy short turibdi. Aslanboy o'yini kelishmayapti, lekin bu o'yinchi ham ochilsa qiyin bo'ladi. Evil Sardor Gangni keyingi raundga yubordi. Edmund shortga qarab turibdi. Aslanboyda xatosini eshitdingiz? Xato emas ekan, bu zo'r bayt qildi hozir o'ziga. Pastdan Baburello underdan push qilyapti. Bu payt Baburello yugurib chiqyapti. Doberman bitta minus bor. Baburello haqida informatsiya bo'lish kerak. Shortda o'yinchi turibdi-yu. Shortdagi o'yinchi qani? Ketvolkda hozir, Ketvolk o'tyapti. Va yana bitta minus Dobermandan bor. Edmund razmenda 2-3 vaziyat. Baburello
konnektorda paydo bo'lib qoldi. Kettada bitta o'yinchi bor ekan, Evil Dobermanga qarshi. Doberman qandaydir qilib tirik qoldi. Baburalning orqasida o'yinchi borligini biladi-yu, arqanga qara. Nima bo'lyapti? Baburello bitta minus bor. Bu payt esa Evil ham o'ynashni boshladi. Baburello ozgina o'qlashga ulgurmadi. Dobermanda o'zi qoldi. HPS juda kam va menimcha seyf qilsa bo'laveradi. Balkim shu AWP bilan To'xtang, vaqt. Ketiga qaytish kerak. Voy, Doberman raund o'tkazish mumkin edi. Mind Games Doberman. 2 kill berdi. Agar mana shu raund yutsa, 1 kill bor, shoshmang. 1-1. Edmund yoki Doberman ko'ramiz hozirgi vaqtda. Edmund. Yo'q, Doberman. 11-chi raund Dangerous Sports uchun. 11-5 yaqin raund. Agar aytganingizdek ketadan o'ynaganda balkim boshqacha bo'lishi mumkin edi. Men bilaman Dangerous Sports nimaga yutib turganini. Nimaga? Stolda flashlar turibdi-da. Aytishyapti-da, energiyani bosib yuborishyapti-da. Kesda o'zini aksini etyapti. reaksiya yaxshiroq-da duellada. Da. Ko'z yumilib qolmayapti, tushunasizmi? Nimaga aslan o'yini kelishmayapti desam, duellada juda ham kuchli. Flash Shunday ekanda. oddiysi emasmi? Shu ultrasini ichish kerak yangicha. Flash midga. Ishlab o'tdi. Baburello unaqa emasdi. Grinch ham qo'shildi, bitta minus berdi. Aslanboydan razmen 3-3 vaziyat paydo bo'lib qoldi. Xo'p, buni hali eplasa bo'ladi. Aslanboy komandasining hisobiga yoki Danger Sports nima qilishga tayyorlanishyapti. Menimcha A tarafga ketishadi. Shady zo'r pozitsiyani egallab oldi. Yo'q, B'ga chiqish. Chunki Underga ketdi. Hozir Jaha shuni bo'lmayapti, ochiqchasini aytsam. Orqani tekshirib oldi hozir Edmund. Aslanboy tushunib turibdi, opponenti o'ynada bo'lishi mumkinligi haqida va shunchaki kutyapti. Aslanboy. Shady buz qilishdi. Aslanboy shunda aytganingizdek, ko'ramizda vaqt hali bor. Ya'ni ozgina kutsa bo'ladi. Jaha sekin B'ga chiqmoqda. Doberman juda yomon pozitsiyada turibdi o'zi uchun. Qo'lida Farnukani. Gol backside o'tib oldi, o'sha yaxshiroq, yana ham yaxshiroq pozitsiyaga o'tdi hozir. Bitta minus bersa yetadi. To'g'ri, lekin bera oladimi? Bera oladimi yoki yo'qmi? Doberman shunday devorlar orqasida o'yinchi turibdi demoqchi edim. Jaha minus beryapti Shady. Yana bitta minus Aslanboydan razmen. Aslanboy 1-3 bo'ladimi? Yo'q. Shady nuqta qo'ymoqda bu raundda va bu Map point, match point, game point Cybercraftda. Mayli, qo'ymadingiz. 12-5 flashni kuchini ko'ringlar mana. Yo'q, men lekin o'ylayapman bu o'yinda overtime bo'ladi, tam yaqin o'yin bo'ladi desam, lekin Danger Sports yaxshi tayyorlab kelgan. Yaxshilab tayyorlanib keldi va menimcha senator alamini olmoqchi bu yerda. Setkada to'g'ri keladimi yutsa hozir? Setka hozir qarab beramiz. Va mana qarang, mana smoke tushdi, lekin g'alati smoke qanaqadir? O'zini vibe bor. Qanaqa smoke bu? Qanaqa smoke bu? Aytami yoki yo'qmi? Sekadan so'raymiz hozir, Seka jimon turibdi, klub qo'ydilar, shunchaki shu gapimga. Yo'q, qarang, zameni ham yaxshi o'ynayapti lekin Shady. To'p o'ynashdi. Shady lekin yaxshi o'ynadi. Net. Smoke. Misakno. Mayli bu. Net emas ekan. Afsuski. Smoke o'zini vibe bilan. To'g'ri. O'tdi Sardor Gang. Pelisdan hozir berish Pastrel Aslanboy Tigr bilan qani? Yo'q. Bo'ldi, 4-4 vaziyat bizda. Hozir ikkita Farmioka, Digl va Kallash turibdi himoyada. Senatordan agressiya, Grinchich turibdi bu narsani, lekin hech qanaqa reaksiya bildirgani yo'q. Mana chiqmoqda. Smoke tarqazi Senatorni ko'rdi. Otish kerak faqat. Senator bitta minus bor. Jaha Sardor Gangida olib bormoqda. Grinch bilan Doberman qoldi. Grinch yonida odam yugurib yuribdi. Qanday eshitmading? Oxirgi o'yinchi bu Doberman bitta headshot bor uning ijrosida. 3 kishiga qarshi qoldi. Qattaligini hamma bilishadi. Smoke'dan chiqib keldi Doberman va bo'ldi. Nuqta qo'yildi. 13-5. Danger Sports umuman muammosiz g'alaba qozonmoqda. Senator, gap yo'q, yaxshigina tayyorlanib kelishibdi. Gap yo'q, zo'r o'yin bo'ldi, tan olish kerak.